Hukmdor Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavellidan Lorenzo de Medici hazrati oliylariga. Odatda hukmdorning muruvvatiga sazovor bo'lish uchun odamlar o'zida bor eng aziz, eng qimmatli narsani yoki uni xursand qiladigan narsani, chunonchi otlarni, qurol-yarog'larni, qimmatbaho mato yoki toshlar va hukmdorlarning ulug'vorligiga munosib boshqa ziynatlarni hadya qiladilar. Men esa siz janobi oliylariga sadoqatimning izhor qilish niyatida o'zimda bor narsalar ichida buyuk shaxslarning ahvoli haqida bilimlaridan ko'ra aziz va qimmatliroq hech narsa topa olmadim. Men bu bilimlarni hozirgi kunda yuz berayotgan ishlarda to'plangan ko'p yillik tajribam hamda o'tmishda o'tgan ishlarni tinimsiz o'rganishlarim asnosida hosil qilganman. Bilishga ulgurganlarim ustida tafakkur qilishga ko'p vaqt va harakat sarflab, kamina o'z fikr-mulohazalarimni chog'roq bir risola shakliga keltirib, uni siz hazrati oliylariga tuhfa o'laroq yubormoqdaman. Bu yozma ishlarim sizdek zotga taqdim qilinishga munosib bo'lmasligiga ko'zim yetsa-da, sizning kamoli tavoze ila uni maqbul aylashingizdan umidvorman. Zero janobingizga ma'lumki, kamina ko'pgina xavf-u xatarlar evaziga to'plagan bilimlarni qisqa muddatda bilib olish vositasidan ko'ra kattaroq hadya ato etishdan ojizman. Men bu risolada na bayonning balog'atu fasohatini, na so'zlarning balandparvoz va ohangdor bo'lishi va asarning zohiriy bezaklari hamda ko'pchilik o'z asarini bejashni suyadigan hashamu ohangjamalari haqida o'yladim. Zero asarimning yo benomi nishon yo'qolishini, yoyinki mavzusining g'ayrioddiy va muhimligi bilanigina e'tirof etilishini istagan edim. Ayni paytda mendek faqir notavon bir insonning hukmdorlarni muhokama qilinishi va hatto ularga yo'l yo'riq ko'rsatishini beadablik sanamasliklarini ham istardim. Musavvir bir manzaraning suratini chizish uchun nigohi tepaliklaru tog'larni qamrab olishi uchun vodiyga tushishi hamda nigohi vodiyni qamrab olish uchun toqqa ko'tarilishi zarur bo'lganidek, xalqning mohiyatini anglab yetish uchun hukmdor bo'lish, hukmdorlarning tabiatini tushunish uchun esa xalqqa mansub bo'lmoq darkor. Shoyat hazrati oliylari ham ushbu kamtarona tuhfaga mening ko'zim bilan qarab ko'rsalar. Agar ushbu risolamni diqqat bilan o'qib chiqib, u haqda fikr yuritishni lozim topsalar, taqdiri azal hamda fazilatlaringiz sizga bashorat berayotgan ulug' martabalarga erishishingizni qanchalar benihoya istashimni his qilasiz. Hazrati oliylari egallab turgan yuksakliklardan turib, kamina faqir qo'nim topgan pastliklarga qachonlardir nazar tashlasalar, charxa kajraftorning buyuk va paydarpay zarbalariga bardosh berishga qanchalar nohaq majbur bo'layotganimni ko'rurlar.